Körnekli olim, cemiyet erbabi, professor, peshqadam ustoz, tilshunos, qadimiy turk yezig'ining tadqiqotchisi, talantli filolog, millatparvar Savut Mo'llovudov bemezgil olimdan o'tdi. Dadimizning, buvimizning xotirasiga bag'ishlangan. Savut Mo'llovudov 1932-yılı 9 sentyabrda Türkmenistan dövletining Charchov shahrida dunyoga kelgan. Uning buvisi Asnaxun va momisi Og'chixon imperator ko'chirish ekspeditsiyasining tarkibida 1890-yılı Yetsu viloyati Bayseyidiyesidan Mari shahriga ko'chib kelgan. Buvisi Asnaxun cho'ng oshxonaning egisi bo'lganligidan Savut Mo'llovudovning dadisi oliy bilim olgan. Dadısının ismi Molla Avut bolup apsi Asiyat idi. Bu aileye bay bolup Savut 3. farzand bolgan. Biroq qaygı hasrat eytip kelmeydi degendek, dastlabda Savut Mo'llovudovning aksi ve hadisi juqumliq og'riqdan vafot bolup, onasi bolalarning dardida 1 yildan keyin olamdan o'tdi. 1937-yılı bolsa, NKVD dadısı bilan buvisini xalq dushmani degan qalpoqni kiygizib, madrasada bilim olganligi uchun qamoqqa oladi. 1938-yılı dadısı ve boğusunu ölüm cezasına kesildi. Kim 37-yılı vefat oldu. 38-yılı dadam bilen babamni Irak narodu deb tutib ketgan. Mundaq ağır vaziyatga Savut o'xshash repressiyalangan oiladan bir qancha bolalar duchor bo'ldi. Bu yetim bolalarni mamisi Og'chixon o'z g'amxo'rlig'iga oladi. 60 yoshida 8 yetim bolani elib bayramlarga ketadi. Ve ularni beqib, tarbiyalab, al-qatori qo'shadi. Ular Mehravdul, Nuryan, Muhammadjon, Nurnisa ve Savut idi. 1941-yılı Savut Qashqamalsi yesidagi boshlang'ich sinfga dastlabki qitim qadam besib, 1943-yılı Bayramali shahridagi nomer 6 maktabga o'xshadi. 1950-yılı maktabni utuqli tamomlab, O'rta Oziyalik mamlakatlik universitetga sharqshunos fakultetining filolog uyg'urshunos kasbi bo'yicha o'qishga tushdi. 1956-yılı Bullal Nazımning ömür faoliyati ve ijodiyati nomli diplomli ish yozdi. Üniversitetni tamamlab Qozog'iston Cumhuriyetining Olmut shahriga avatildi. O'zining do'sti va kursdoshi Oktyabr Jamaldinov bilan Uyg'ur noyasining cho'ng Aqsu yezisiga yo'llanma oldi. Bu yerda Uyg'ur tili va adabiyoti fandan maktabda dars berdi. 1957-yılı bo'lsa, Qozoq SSR Fanlar Akademiyasi Tilshunoslik institutiga aspiranturaga o'qishga tushdi. Aspiranturani tamomlab, 1961-yildan 1964-yilgacha uni Kommunizm tug'i gezitiga adabiyot bo'limiga taklif qildi. Ta ömrünün oxirigacha shu gazetda maqolalari besilib turdi. 1964-yildan boshlab emgak faoliyatini Fanlar Akademiyasi Tilshunoslik institutida 1973-yılı ilmiy xizmatchi, 1986-yılı bo'lsa Qozoq SSR Fanlar Akademiyasi Uyg'urshunos bo'limining oliy tadqiqotchisi va adabiy bo'limining boshlig'i bo'lib ishlaydi. Я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола
своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. У каждого mgновения 1992 yılı kandidat dissertatsiyasini yaxlab 2006 yılı hürmetlikten ilişki çıkdı. Umumi Uyg'urshunoslikqa Savut Mollavudov o'zining 56 yıl ömrünü sarf qiladi. Shundaqla bu kuni 70-yillik tavalludiga atab o'tilgan ko'rnakli adabiyotshunos olim Savut Mollavudovning ilmiy pedagogik faoliyatiga to'xtalamiz. Bu kunlarda filologiya fanlarining nomisi ko'rnakli adabiyotshunos olim Savut aka Mollavudovga 70 yosh, uning ilmiy pedagogik faoliyatiga 45 yil to'lib o'tirdi. Shu munosabat bilan Sharqshunoslik institutining Uyg'urshunoslik markazida Uyg'ur klassik adabiyotini o'rganish problemlari nomli xalqaro ilmiy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Savut Mollavudov Uyg'urshunoslik fanining taraqqiyotiga salmoqli ulush qo'shayotgan olimlarimizning biri. U o'zining emgak faoliyatini 1952 yili O'rta Osiyo davlat universitetining Sharq fakultetida o'qib yurganda boshlagan. Yosh tadqiqotchi kitobxonadan ichida Bilol Nozimning g'azallari bor fantastik kitobini ketib oldi. Ilm yo'lini mana mushu voqealardan keyin qadam bosdi. Universitetni tamomlagandan keyin Uyg'ur nahiyasining Cho'ng'aqsu maktabida muallim bo'lib ishlagan. 1957 yili Fanlar akademiyasining aspiranturasiga qabul qilindi. O'nlagan yillar mobaynida olim faqat Uyg'ur adabiyoti tarixi bo'yicha emas, uning hozirgi ahvoli, Turk ham Iron xalqlari adabiyotlarining o'zaro ta'siri haqida so'zladi. Ilmiy faoliyatida Savut Mollavudovning 400 ilmiy va ommabop ilm-fan asari, 10dan ortiq monografiya va darsliklar yo'riq ko'rdi. Masalan, Bilalning ömür faoliyati va ijodiyati, Uyg'ur adabiyoti va folklordagi janrlar, qadimiy Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur adabiyotining qisqacha tarixi, 18-asrdagi Uyg'ur poeziyasi va boshqalar. Bununla oldu. Söz boğan vaxtıda bana Emin Abbas'ın kitabını şundan alım uygulandı. Yalnız Abdel Kayyım'ın kitabı Turkman Kıdemeti olduğu için. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей. Ilmiy tadqiqot bilan birlikda Savut Mollavudov o'z millatining jamiyat ishlariga faol qatnashdi. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi olim va yozuvchilar bilan qo'yiq aralashdi. Xinjiang Uyg'ur pedagogik universitetining hurmatli professori. Uning rahbarligida bir qator Uyg'urshunos shogirdlar dissertatsiyalarini yaxladi. Bir necha qatim xalqaro konferensiyalarda dokladlarni o'qidi. Летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально. Ulutağ telekanalida u asrlar bayoniy tarixiy teleprogrammani ishlagan.
Savut Mollaudov Cumhuriyetlik ve Şehirlik Medeniyet Merkezleri bilen 1989 yıldan beri birlikte cemiyetlik işlerine aktif katlaştı. Onun başkuruşida Lutfullah Mutalib'nin Hatira Ketisi adılıp ötüldü. В тумане на исходе дня. Alımcan özü oyunsun yani şu rolünü. 85 yıllıkta Alımcan Lutfullu'nu kaytadan yani bir bizim jürümüzge salsın degendik. O özünün payımızda bunda bir fikrini yetti. Oylayım ben zımında kat tiklep durgan, edebi yoğalmaz bir heykelim var. O muzar çokkisi tiklep durdu. Tumanlar içinde mağrur kaddini. Şimal ve Cenub'a karab yol elip, akıdu deryalar hayat ve uyga, sana has bu heykel, sana has süper, vatanın kalbide deryadek akma. Rahmet size Savut Mollaudov'ның ömrünün ahırkı yılları tayarlagan Ahmetcan Kasımiyyə bağışlangan Hatira keçi əfsus ununsuz atıp ötüldü. Летит в тумане на исходе дня. Şunu alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Savut Mollaudov o'zining angliq hayotini, o'z xalqining adabiyotini, tarixini, tilini tekshirishga sarf qildi. Bu olimning nihayati qunt bilan ishlash jarayonida maydonga kelgan qutuqlari bo'ldi. U o'z xalqini shunchalik yaxshi ko'radi. Har 2 yılda bir Şarkı Türkistan'a yani ana vatanimizga berip şu yerdeki ziyalılar bilen yıkındın, arılışıp, üyet boğan kutuqlar bilen bölüşüp kaytattı. Şimdi yakınlap kelgende Savut'un Uygur edebiyatı koşkan ülüşü bebaha, onun emgekleri hiç kaçan ölmeydi. Ilmiy tadqiqat işlerden bölek özünün şəxsi ömrüdümü bir qata utuqlağı erişdi. 1954 yılı Zinat Bakiyeva bilen aile kurup 3 oğul Davud, Baxtiyar, Nazım'ını dünyaga akılıp, terbiyelep, ali bilimlik kılıp qatara qoşdu. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за 1000 верст, мой эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы долгое эхо друг друга, и мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы вечная
вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы память, мы звездная память друг друга, мы память, мы звездная память друг друга. Savut Mollavutov'un yaldamısı bolup, balları, näbirleri onun izini besip gelmekte. Мы долгое эхо друг друга, мы эхо, мы долгое эхо друг друга.